okuması da olur. Ama bizdeki keserler çıktı. Efendiler iş Türkçe oldu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ko'pchilikka mana yaxshimi? Guli Maqsud kanalidan sizlarga salom. Men Kanadada turib nahmaydan qilyapman. Yana o'zimniki burunqiga o'xshash o'ylaganlarimni so'zlash, har xil mazmundagi videolar bor, shunga o'xshash. Bugungi nahmaydan programmamda buningdan 2 yillar avval so'zlagan bir qism videolarimniki oxiriga ulab davomli mulohaza qilishim qatorida bo'lsin. Faaliyetimni resmiy boshladim. Kanadadagi faoliyatlar bir ko'r oxirlashdi. Ya'ni 9-ayning 26 kuni Ottawa parlament binosining oldida bir faoliyat bo'lib, o'sha Kanadaga 10 ming Uyg'urni akilish to'g'risida parlament a'zolari so'z qilgan, shundaq bir faoliyat bo'lganda, uni naq maydonga berib, boshdan oxir naq maydon qilib bir program ishladim. Onundan keyin arkadalla Kanada Sharqi Turkiston jamiyatininki saylan faoliyati bo'ladi arkadaş shaharlarda degandan keyin bu Ottawada saylan bo'ladi ekan. Berib faoliyatga qatnashgandan keyin cho'ng araqqa qatnashay deb shu Torontoga berib naq maydondan saylan faoliyatiniki boshdan oxir hammasini bir ko'r ko'rib shaydan naq maydon qildim. Shundoq suyundim. Rost gapni qilsam, yana nurg'un Uyg'urlar bir yerga kelib bir ishlarni maslahatlashib, shundoq faoliyatlarni o'tkazib, fikrlarni o'tirib qo'yib, kelgusi planlarni o'tirib qo'yib, o'tkazilgan aytib bir yaxshi saylan bo'ldi. Men o'zimninki shaxsiy fikrim desam, shundoq go'zal faoliyat saylan bo'ldi. Mayli Kanadadagi bo'lsin yoki boshqa joylardagi Uyg'urlar bo'lsin, keyingi avlodlarimiz muajiratdagi Uyg'urlarninki tarixda qilib o'tgan ishlarini imkonda shu bu saylam intayin tarixiy ahamiyatga ega go'zal bir faoliyat bo'ldi. Kelgusi avlodlarga ulgu bo'lg'udek darajada deb mundaq o'yladim. Faoliyatda meni uningdan bakrak suyundirgan bir ish shu To'yg'un Abduvaliy apandininki Cumhuriyet Partiyasi haqida so'zlagan. Partiyaninki ismini, to'liq ismini bevosita atamagan bo'lsa-mu, kimni da'vatqanligini aniq tushungili bo'ldi bu yerda. Shuningga bugun ataganda shu saylamninki kichik bir qismini elib, shu faqat shu partiya to'g'riliq so'zlagan qismini elib bilan bir video qildi. Men hozir shu videoni ko'pchilik bilan tang o'rtoqlashmoqchi qaytadan. O'rtoqlashish bo'lib, shu To'yg'un Abduvaliy apandim degan gaplarninki hammasiniki rost ekanligini men partiyaninki shu Cumhuriyet Partiyasining siyosiy o'rganishlarida, nizomnomasidagi shu qoidalarida, shularninki shu siyosiy o'rganishlardagi ovozliq materiallarni elib sizlarga To'yg'un apandininki degan gaplari bilan siyosiy o'rganish qilayotgan partiyaning ichidagi ovozliq nimalarni anglab beqinglar deb shu deganlariniki rost ekanligini isbotini ovozliq ham baholamamoqchi. Undaq bo'lsa, olmishni tayyorlab qo'ydim. Birlikda anglaylik. Ayrim video qilib chiqarib qo'ydim. Shu hozirgi qilayotgan naq maydonninki oxirgi 10-qismiga bu videoni yana chiqarib qo'yman davomli. Bu saylamga berib, shu so'zlarni anglab intayin xush bo'ldim. Bu degan gaplari men 2 yil burun his qilganlarimni voyma bu partiya Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Partiyasiniki muajiratdagi Uyg'urlarga elib keladigan, bizga elib keladigan ziyolari voyma partiya mandaq ketib bordi. Voy bularniki siyosiy o'rganishi mandaq ekan. Mushdaq deb so'zlab shu ta hozirgacha men yolg'iz ochiq oshkora o'tirg'i chiqib, bu partiya to'g'risida, partiyaning qilayotgan ishlari to'g'risida faqat o'zim yolg'iz ochiq oshkora ifodalagan. Ta hozirgacha ya'ni shu saylam bo'lgan qadar, saylamninki naq maydonda bo'lgan gaplar qadar mendan boshqa To'yg'un Abduvaliy apandim birinchi bo'lib ochiq oshkora deb chiqibdi deb o'yladim. Boshqalarga ayrim paranglashgan taqdirdimi, ular bilan maslahatlashgan taqdirdimi, hech biri undaq u tashkilotlar nomidan yoki bu boshqa tashkilotlarning a'zosi bo'lsin-mu, a'zo bo'lganligi uchun undaq boshqa tashkilotlar, boshqa partiyalar to'g'riliq o'tirg'i chiqib undaq so'zlashni toza yaxshi to'g'ri ko'rmadim-u. Uni to'g'ri tushundim bo'pti. Men o'zim ayrim faoliyatchi bo'lgandan keyin YouTube kanali bo'lgandan keyin deb o'zim so'zlab keldim. So'zlaganlarim bilan davomli o'rtoqlashman. Anglaydiganlar ko'pchilik bir anglab yiqishinglarni
alohida bir video var, şu Cumhuriyet Partiyasi haqida so'zlagan videolarniki tizimligiga birinchi bo'lib yozib qo'ygan hech bo'lmaganda shuni bir boshdan oxir anglab boqsigan degan umidda To'yg'un apaniki mushu gaplarini anglab mushlarninki rost ekanligini men u partiyaniki o'ziniki ovozidan sizlarga isbotlab berayman gaplariniki rost ekanligini deb bugun naq maydon boshlab partiya to'g'riliq so'zlaydigan kendim yana davomli chiqadi yana bir muncha temalarni qilib qo'ydim. Bu saylan bo'lishdan ilgari Kanadada yana bir gap bo'lganchu shu Kanadadagi Uyg'urlarning ichidagi bo'linishlar haqida degandek. Masalan, Kanadadagi Uyg'ur masjididagilar hozir sizlarning jamiyatinglar bizning masjid deb bunday gap qiladi-da, shunchalik darajada bu Kanadadagi Uyg'urlarning ichidagi ozroq bo'linishlar bor. WhatsApp to'plaridagi bir ovozli uchurdan Mamat To'xtapanninki gapini anglab masjid to'g'riliq gap qildi. Kanadadagi Uyg'urlarning birligi to'g'riliq gap qilgan ovozliq nimalarida ish qilib Kanadadagi Uyg'urlarni birlik ittifoqligini saqlash uchun shu masjid to'g'riliq gap qilgan chog'da shuna xush bo'ldimda, endi bir hisobda endi masjidningki musaylamini qilamiz degan jon. Bo'g'da ekansa masjidning saylamiga berib bo'lsin bu yerda naq maydon qilsam bo'g'da dedim. Oqidan qarasam u masjiddagi a'zo bo'lgan odamlarninki haqida so'zlagan gapida sizlar qandaq partiya tashkilotga a'zo bo'lsanglar uning bilan korimiz yo'q deb so'zlab tikanda voy xudoyim manim deydigandamda u Cumhuriyet Partiyasiga a'zo bo'lib kirib ketpasa yana ularga a'zo bo'lsanglar bo'laverdi degandek bir gap qildi deb shuning bilan meniki naq maydonlarimni bir so'zlaymi deb necha vaqtdan beri shu Kanadadagi faoliyatlar bilan bo'lib anchalik vaqt ajratib qo'lamdim. Endi shu bugundan boshlab kunda meniki shunday muloyiza temalarim yana davomli o'tirg'i chiqadi. Mamat To'xtapandi masjidniki u masjidning musaylamini qilamiz agar undaq u Kanadadagi jamiyatni ishga biladigan, parchalaydigan ishlar bo'lib qolsa degandek bir gaplarni anglagandan keyin boshqa partiya a'zolariga qo'shilsanglar qo'shilamiz uning bilan korimiz yo'q degandan keyin yana bir qism bo'lib qoldimda. Ammo o'sha cho'ng saylamga berib, saylamga qatnashgan cho'ng jamoatni ko'rib, u yerda bo'lingan gaplarni ko'rib, qani bu Sharq Turkiston Cumhuriyet Partiya a'zolari butun shu Facebooklarda u yerda bu yerda hatto meningki YouTube kanalimga inkaslarni yozib, voy Kanadadagi jamoat tamoman bilinib bo'libdi deb shundoq tashviq qilib ketdi-da. Ularniki maqsadi shu jamoatningki bilinganligini dunyoga shundoq tashviq qilishgan qarab boqsam maqsadi. Amaliyotda bo'lsa Kanadadagi Uyg'ur o'sha cho'ng bir jamoat yanada cho'ng hajmda yanada yaxshi ketibdi. Obdan ketibdi. Bu to'rdagi undaq neri beri inkaslarni yozib bu Kanadadagi Uyg'urlar Kanadada yashamay turib, u Kanadaning sirtida turganlar Kanadadagi saylamga bakrak kuchab ketdi-da, shuni kulgim keldi. Undan keyin saylam bu yerdagi saylam temasi shu Yevropada, Amerikada, dunyoning har qaysi joylarida Kanadadagi saylam qiziq tema bo'lib ketdi-da. Cumhuriyet partiyalarining a'zolarining tashviq qilishi Kanadadagi jamoat bilinib bo'libdi deb dunyoga sat ko'rsatishga bir hisobda. O'ylaganim shu. Tamam. Unda boshlab ketaylik bu nimaligini ta'birlikda anglaylik. To'yg'un apanning ovozlarini ta'birlikda anglaylik. Andan keyin shu degan gaplarini isbotlaydigan Cumhuriyet Partiyasining siyosiy o'rganishdagi ovozlarni sizlar bilan ta'minlayman. Qani o'xshamasliklar o'xshab bo'ladi. Ama bizdeki keseller çıktı efendiler iş Türkçe oldu. Şu bayrakla hürmetlemeyidigan, şahsi dostlukla aldı onu koydular. Şu an bugün bu şekerleri yürüdüğümden en çok katlanırdı. Kanada'nın ki Toronto, Edmonton, Calgary, Vancouver, Windsor, Ottawa'daki saylan meydanlarına, Montreal'daki saylan meydanlarına gelen bütün karındaşlarımla şimdi yürüdüğümden yürüdüğümden en çok katlanıdır söyleyeyim. Ben ona salam yollayayım. Çünkü bizim işte öyle telefonun saylan bağımı diyen tehditlerini korkmayın. Hayır tarafıyla gülüp bu saylan geldi. Aferin size. Bütün şehitler medenimizde öyle ketken kül oldu. Sizlerin aferin oldu. Tamam, bu şeyde küçükün birden toxtup koyay.
Kanadadaki saylam bo'lishdan ilgari, ya'ni Cumhuriyet Partiya a'zolari o'zaro Kanadadagi, masalan, Montreal shahridagi va boshqa shaharlardagi bir-biriga saylamga bormanglar deb tashviq qilishlar bo'libdi. O'zim bevosita anglag'anlarim bor. Kanada partiya a'zolarininki qilgan ishi shu. Aның yana davomli anglaylik. Bu To'yg'un so'zlarini men 3 yerdan bilib oldim. Sizlerden ben ait hoş buldum. Beni saylamanı önemli emez, mühim emez ama bir şekilde alındığına ait razı oldum. Hoş, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 geçilik Xitay hükümeti Avustralya'da, Kanada'da, Amerika'da, Amerika'nın Los Angeles'ta, Fairfax'ta her yerde Tumşankuy diye bir nolu kurup baktı. Ve hatta vatenden ertesilerle bazı cemiyetlerle parçalarımızda hep uğurlarından kurup baktı. Kanada Toronto'da bakıldı, Vancouver'da bakıldı. O Ahmet'e Xitaylar bu teşkilatlarını yetim kaldırımız müşaharlık yapma. Ahmet'deki hazır bir iş moda çıktı. Dostum, bakın çabuk devam oldu. Hazır daha tüm teşkilatlarını kurup anons edilip otursun. Tamam, yana to'xtab qo'yib turib, yana o'zimniki qarashlarini mayada qistirib o'tay. Mayada so'zligini burunqi shu To'ngshanxo'ylarni o'tkazib, o'sha chet eldagi muhojiratdagi Uyg'urlarniki to'pig'i singib kirib, Sharqiy Turkistonniki muhojiratdagi cho'ng tashkilotlarini bilish, yetim qoldirish, o'sha siyosatlarni keyinchada qanday usullar bo'yicha so'zlaganligini, u ishlarniki ahmay hozir yangi bir usul chiqqanligini so'zladi. Adayımız ve müstakillik taşını alalımız. Müstakillik demeyi başka her kandan dersek ne? Diyen bir şu an oturup koymak için tamam bir şirketim ağına basamamış toprağı. O dolgular bilecek ki bürüdükken bakıyorum Şavket'ten şuna gelmiş. Ya da namayiş bir müstakillik lazım. Çünkü o müstakillik bıraksın. Bazı yangıran ağalar bunu kandan alamaz. Bir 100 koyup putluğunda ekrememezsen bilgi. Bunu kandan alamaz bu müstakilliktir. Hatta o şu koy ve ben turbattan böyle bunu ruhsat kılavdı kınlandı diyen nasıl bombay at insanların hayat hissiyatı çıkarılır. Hissiyatın oğurla başına aldığı ötüledir. Aldığı ötü olan bizden millette avazı en güçlü çıkardı. Ben şu sözlerini bundan 2 yıl burun etken muşundaq yaş cesur Uyghur yaşlarımızdaki vatanperverlik, vatan söygüsünü suistimal kılıp durup Muşunda muşu gaplarni men 2 yil ilgari so'zlagan. Hozir endi To'g'on apani kechikib bo'lsin tushunib sizda ichimda shunday xo'sh bo'ldim. Garchi sizni nim bilan saylam maydonida bevosita salomlashib qilishga hech bir fursat bo'lmagan bo'lsin buni sal turib so'zlay ya. Ish qilib mushu gaplaringizdan shunday rozi bo'ldim, xo'sh bo'ldim. Necha vaqtdan beri yana 4 yil jarayonida qilgan ajrlaringizni o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Hammamiz shunday rozi, nurg'un faoliyatlar, nurg'un kishilar asolatchi boshqalar qilolmaydigan nurg'un ishlarni Kanadada cho'ng ishlarni qila oldinglar. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. Mushu saylamdagi dunyoning hamma, mushu Kanadaning hamma yerlaridagi 6-7 shahardagi bevosita qatnashgan sizlar hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Mushu yerdagi gaplarni yana davomli anglab, o'ylaganlarimni va ovozdan elib qo'yay yana. Bunun toplum hatamı, ancak Xitayca araştırıp koygan, İngilizce araştırıp koygan, Allah'ın kendine mangaçka, hazır dünya Uygur Kurultayı Tatarlık çoğu teşkilatlara egişip işbirlik ittifaktan bazı teşkilatların uğurlaştırın Xitaylar, bazı bazı hükümetlerin kuruzu, kurultaydın ve kurultayda egişip işbirliklerin cihat kurulmak için. Yüksek suallarla. Şu an iki suallarda Mava gapini hozir degan gapini yana to'xtab qo'yib takrorlab aytay mushada. Hozirgi bor bo'lgan Xitoyninki eng ochig'ini keltirayotgan shu cho'ng, eng g'olliq, nupuzliq tashkilotlarimizni yolg'iz qoldirishni ma partiyaniki nizomnomasidagi ovozlarni sizlar bilan baharlamoqchi mushadek gaplarni yaxshi anglanglar deb so'zladim. Qaranglar. Muşu gaplarniki rost ekanligini men isbotlab o'tirib qo'ymoqchi. Bazı hükümetlerin kuruzu, kurultaydın ve kurultayda egişip işbirliklerin cihat kurulmak için. Yüksek suallarla. Şu an
İkinci suallarda bugün avaz vergende oyun şu çok manisa desek bu kısım şu kadar kitleden kitlemler. Şunu avaz vergende oyun şu kitlemler aydığı bu. Yapın tükendi. Ayetler Allah'tan hazır nayçon teşkilatların uzu, nayçon partilerin uzu, YouTube olarak müstakillikle aranızda birinin setleri, tahsetleri, bunda halimizde Dünya Uygur Kurulu, Uygur Akademisi, Uygur Hareketi, Uygur Amerika Birleşmesi ve bütün grupların birleşmiş olan teşkilatlarını yetim kalmış bir için Kanada'da bu emel geçti. Amerika'da şimdi bunu emel geçti. Bu emeldeki eşim şunun da ekşi kasanı tarihi karakterli bunlar program olsun. Yine birisi onun için 26. günü Ottawaga bağa Uygurların yüzün yazılımı. Meyilin reisi olay, meyilin olay. Şuraya bağlananlar onun Uygur'da okşamazlıkla oludu. Tamam bir şeyde to'xtab qo'yay. Boyaqi degan gapini anglasanglar. Agar shu partiya tashkilotlarga, ya'ni shularga ergishib, hozirgi bor bo'lgan nupuzliq tashkilotlarimizga qarshi shundoq tashkilotlarga aralashib qolgan bo'lsanglar, tarixiy xatolik o'tkazgan bo'lasizlar dedi. Men buni 2 yil ilgari mushundoq partiyaga kirishning o'zi, turkumlab kirishning o'zi bir fojia deb so'zlagan. Shu so'zlagan videomning ulanishini, shu videoning oxiriga yana shu ko'rsatib qo'yay. Bir qitim bo'lsa shuni bir boshdan oxir anglab o'tishinglarni qayta takror alohida tavsiya qilaman. 2014-yillari shu chog'larda Suriyaga kirib ketishni uni bir fojia deb so'zladim. Shunga o'xshash yana bir fojia hozir yuz beryotidi. O'sha Cumhuriyet Partiyasiga turkumlab yoshlarni kirib ketishi bu bir fojia bo'ladi bu deb o'tirg'i chiqib so'zlagan vaqtim. Yolg'izim so'zlab ketdim. Hech bir odam o'tirg'i chiqib. Mana endi bugungi kunlikda Kanada Sharqiy Turkiston jamiyatininki saylan faoliyatida mushu so'zlarni anglab Xudoga shukr. Endi bo'lsa-mu bir tushunib yetibdi deb xo'sh bo'ldim. Endi bo'lsin bir tushunib yetibdi deb xo'sh bo'ldim ko'pchilik. Nima deganda bu Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Partiyasiniki nizomnomalari qilayotgan ishlari hammasi men birdan shu nizomnomasini mulohaza qilib videolarni ishlayman. Keyindagi shu videomdan keyin to'xtamay ular siyosiy o'rganish qilgan bo'lsa, siyosiy o'rganishda kallasini shundoq yetib bo'lgan bo'lsa, sizlar o'rganganni aynan men bu tang sizlarga men mulohaza qilib baqsam, anglab baqsanglar deb o'zimniki mulohaza xarakterdagi bu videolarimni takror boshladim. To'yg'on apandiki bu so'zlarini qayta takror anglashinglarni alohida tavsiya qilaman. Ama kasallar chiqdi, efendim ish Türkçe. Bu shundoq mening ichim Uyghur muhaciratdagi Uyg'urlar to'plagan bundoq ziyonkashlik men bir Uyg'ur ayol, men mushu bir Uyg'ur millatining ichidagi birisi. Mushundoq ziyonkashliklarni oldin mushundoq his qilib turib, ko'rib turib bir bu siyosiy o'rganishdagi gaplarni, nizomnomasidagi ovozlarni, hatto bizningki 18 yoshdan tuvan, 14-yuqori 18 yoshdan tuvan Uyg'ur yosh o'smirlarni nishon qilgan holda balalarni partiyaga akirman deyishning ko'zi shu balalarga changalini so'zmoqchi bo'layotgan bu partiya to'g'riliq men yana jim o'tirishni xohlamadim, yana davomli so'zlayman deb o'tirib chiqdim. Buni keyingi videomda yana izchillar tashkiloti deb o'to'g'risida bir ayrim so'zlamoqchi, ya'ni kichik balalarni, muhojiratga kichik balalarimizni partiyaga kirgizmoqchi ekan. Qanchalik darajada ziyonli ekanligini men ilgari Uyg'urlarni bir-birisiga josuslik qildiradigan istixborotniki o'ziniki eng chong istixborot tashkilotlarimiz bor, qurilmamiz intayin kuchli deb Uyg'urni bir-birisiga josuslik qilg'izib shu vatandagi bizning vatanimizda kommunist partiyasiniki qurilmasi bor, aynan o'xshash. Shundoq yuz beradi shunchalik darajada ziyonlarni men bir o'zlariniki ovozi bilan o'tirib qo'ymoqchi, mana bundoq qilyotidi. Hatto muhojiratdagi farzandlarga-mu nimdiga qo'rqinchli bu partiya. Men shuni tushuntirib ifodalab bo'lolmayman. O'zlariniki ovozlarini bu yerda o'tirib qo'yib, men sizlarga
partiyaning mu emasmi shu siyosiy o'rganishlarning isbot o'rnida bir qisqa 5 lam avval qo'yay, yana lekin munosib yerlarni lam qo'yay. Ovozni eshitganman, normal qilib qo'yay, ya. Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasi nizomnomasi. Sharqiy Turkiston mustaqillik. Tamam. Mustaqil bo'lishni orzu qilmaydigan kim bor? Qandaq Uyg'ur bor? Hammamiz orzu qilamiz. Demak, ashadagi mustaqillik orzuyimizni suiiste'mol qilib turib, bütün yilqi shoxlashtirib, bütün muhojiratdagi Uyg'urlarni shoxlashtirib, qishlaq bir nim qilib, vatanni qana qiladi. Hozir vatandan odamlarni chiqarib, hatto muhojiratdagi Uyg'urlarningki ichidan odam yollab, atrofingda qancha odam bor? Mushadagi muhojiratdagi o'zingki shu shaharda turayotgan Uyg'urlarning uchurlarini biz bilan ta'minlaydigan josuslarni yetishtirib chiqadi-ku. Ashuna o'xshash hozir Cumhuriyet Partiyasining asosida qilayotgan ishmi? Men burunlam aytgan shaxlatib a'zo to'plash dedim-ku. Men sizlarga hozir sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lganlar, Matoyon apandiki degan gaplarning rost kelgan isbotlaydiganqa, mush nizomnomasining ichidagi ovozlarni o'tirib qo'ymoqchi. O'xshamas. Oy. Qaydadanday. Bu men bir yerdan o'zim tuzib olgan emas, naq shu Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Partiyasininki nizomnomasi. Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasi nizomnomasi. Tamam. Yetim qoldirish haqida so'zlagan gapini lamanglar. Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Partiyasining a'zolari a'zolik iltimosi sungan kundan boshlab o'zining barliq siyosiy maxfiyatligini partiyaga topshirdi. O'zining barliq siyosiy maxfiyatligini partiyaga topshirdi. Partiyaga bir a'zo bo'ldingiz, bir ilishib qoldingiz, tarixiy xatolik o'tkazgan bo'lasiz degan gap qaranglar. Musha kirgandan keyin yana qanaqa ishlar qildi ekan anglab beqinglar. Shundaqla partiyaning asosiy nizomnomasiga xilof boshqa tashkilotlar bilan bo'lgan munosabatini uzdi. Boshqa tashkilotlar bilan bo'lgan munosabatini uzdi. Partiyaga kirding degan gap boshqa tashkilotlar bilan, ya'ni hozir asosliq cho'ng-cho'ng tashkilotlarimizning qaysilar bor? Xitoyningki ko'ziga mix bo'lib turayotgan siyosiy sahnadagi eng cho'ng nupuzliq tashkilotimiz shu Dunyo Uyg'ur qurultiyi, yana Uyg'ur Campaign, Human Rights Project deganday qatorliqlar. Oshlar bilan zidganmiz deblam, shular bilan munosabatini uzdi. Mavu demakchi bo'lgan mayadagi To'ygan apanninki so'zlagan so'zlarda shu burungi tariximizdagi burun shu Xitoylarniki vatandan sayohatchilarni, san'atchilarni chiqib tumshon qo'ylarni o'rlashtirib, chet elda shunaqa muhojiratchilarni bo'lmoqchi, shu tashkilotlarni yetim qoldirmoqchi bo'lgan u ahmoqan shunaqku. Hozir qanaqa qilyotdi desanglar mana shunga o'xshash tashkilotlarni, partiyalarni o'tirg'i chiqib, o'zimizningki hozir bor bo'lgan g'olliq tashkilotlarimizni yolg'iz qoldirish siyosatini mushu usullar orqali amalga oshiryotdi. Qaytanglar. Anlamagan bo'lsanglar, tushunamagan bo'lsanglar qayta tushuninglar. Mayli partiya a'zosi bo'ling yoki bo'lmang, bir anglang. Mani anglab bo'lib, anandikin o'zingiz tafakkur qiling. Bundan boshlab o'zining barliq siyosiy maxfiyatligini partiyaga topshirdi. Siyosiy maxfiyatligini partiyaga topshirdi. Bu siyosiy maxfiyatligini emas, hatto oila maxfiyatlarigacha ishning qilgan desam, men sizlarga ilgari so'zlagan vaqtimda shundoq degan-ku. Bu partiyaga kirish jarayonida shundoq gap qilib, so'zlab yurib, ular hamma gaplarni oldi dedim-ku. Shunga o'xshash bu partiya hozir har qaysi davlatlardagi Uyg'ur jamoatchiliklarni buzib qolmasdan, hatto uylargacha, oilalargacha bir oddiy tipik misolni olay, mushkatim saylamga borgan joyda saylamda bo'lingan gaplardan angladimki, nim bo'pti desanglar shu To'ygan Abdualiy opaningki oilasiga ayoliga telefon qilib, shunda azarchiliklar yuz berib ketgan ishlarni shu saylam maydonida turib shu yerda so'zlagan gaplardan angladim. Partiya a'zolari qanchalik ziyonli ekanligini, mayli muhojiratdagi bir guruh to'plarimiz bo'lsin, jamoatimizningki shunaqa faoliyatlar bo'lsin, hatto kichik guruhlar bo'lsin, hatto uning kichikda bir oilaga shundoq ta'sir qiladigan shunchalik darajada. Men qandoq tasvirlab, qandoq bir qo'rqinchli, qandoq bir kommunist demay, kommunist partiyasi e'lon deyman men. Bu kirgan
a'zolarniki bugun so'zlashni boshlashdan ilgari partiya a'zolari boshlab bo'ldi. Buni xuddi yana bir deb so'zlab ketibsizlar yana ashuna inkaslarni yozib. Maxsus inkas so'zlab partiya a'zolari shu Facebook'dagi adreslarni ko'rsatib turib yana bir shu partiyaga a'zo bo'lib kirib qolsanglar ashundoq har kishi bu qo'yilib qolsizlar ashundoq deb so'zlamoqchi. Uni ma'nolar. İltimasi sunğan gündən başlap özünün barlıq siyasi məxfiyyətlikini partiyaya tapşırdı. Şundaqla partiyanın asosiy nizamnamasiga xilaf başqa təşkilatlar bilan bo'lgan munosabatini üzüdü. 15-madda 2. Partiya intizamiga, mavjudligiga, siyosiy qoidasiga aniq rioya qiladi. Partiya yadrosining o'rinlashtirishiga aktiv bo'ysunadi. Partiyaning tashkiliy faoliyatlariga qatnashadi. Har qachon qasmini yodda tutib, partiya nazoratini qabul qiladi. Sizlarni nazorat qilib turadi partiya a'zolari har qachon qasamlarni unutib qolmaslikqa da'vat qiladi. Shunlashqa meniki hozir alohida ogohlantirishim dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur jamoatlari to'plari mayli tashkilotlarda bo'lamdi, mayli o'zinglarniki guruhlar ichida bo'lamdi. Shunda sizlarni alohida ogohlantirmoqchi, bir partiya a'zosi partiyaga kirib qoldi deganni bilgandan keyin bir ehtiyot qilsanglar bo'ladi. Ehtiyot qilinglar. Nima? Nazorat qiladi. O'zaro nazorat qilish vatandagi Kommunist partiyasining shu bir-birini nazorat qilish sistemasi bilan o'xshash. O jamoat ichida aralashib yurib, burun shundoq yaxshi o'tgan og'inlarmi bir-birsiga partiyaga da'vat qilsa, navoda partiyaga kirmasa, osmon zimin yotlashib ketadigan, oqtog'liq, qortog'liq bo'lib ketadigan shunday darajada og'indorchiliklarni buzib yetadi. O bir guruhlarning ichiga kirgandan keyin shunday jamoatlarni biladi. Jamoatlarni bilish, parchalash. Va To'g'on Abdulla apandi dedi-ku, 2 yil ilgari Amerikada amalga oshib bo'lgan, hozir Kanadada amalga oshib bo'ldi deb. Kanadadagi mushu bo'layotgan parchalanishlar, bo'lginchiliklar bir hisobda men to'g'ri tushunman, xuddi bu bir oila kishilarniki ichidagi okukalarniki ancha-muncha bir-biri bilan gap so'z tortishib qilishga o'xshashdan birish bir yana bir hammamiz bir oila kishilari deb bunday qarsaqli bo'ldi deb ham tushunman. Lekin Cumhuriyet Partiyasininki muhojiratdagi Uyg'ur to'plariga bo'lgan ziyoni haqiqatan og'ir. Bu texmi taraqqiy qilib, texmi buzg'unchiliklar qilib, texmi cho'ng'ib ketib bordi. Mayli turkchada bo'lsin, mayli uyg'urchada bir gap bor-ku, yilonni kichik chig'ida azmisang, beshini azmisang, keyin san ziyon qiladi deb. Qanday bo'ladi? 2 yil avval ilgari so'zladim. Men so'zlash chiqib, so'zlashni boshlashdan 5 oy ilgari bu partiyaning qanday ekanligini his qilib bo'lgan. His qilishdan ilgari u yoqqa, bu yoqqa dedim o'ylaganlarimni ayrim. Degandan keyin hech kim qilmaydi shunday bo'lsin, men yana o'tirg'i chiqib so'zladim. 5 oydan keyin o'tirg'i chiqib so'zladim 2 yil ilgari. O'shanaqa ziyonli bo'lib ketib boradi deb. Anan keyin ko'rdinglar. Yılan şu kichik vaqtida beshini yonchimagandan keyin yılanninki asta-asta cho'ngib chaqidi. Ko'rdinglar-ku, shu Dunyo Uyg'ur qurultayini e'tirof qilmaymiz deb yurib chiqargan bayonot homillarini o'zim gapim kelmay qoldi. O'zing kashiflarni o'ylagan sir bir xil ochig'im kelib ketdi-da qilayotgan ishlaridan. Ashundoq ziyonli yılanın beşini kichikda azmisan shu asta cho'ng'iydi, seni chaqidi. Yılan mushtatida bütün dünyanın hamma yeriga tarab bo'ldi. Bo'g'ib o'ltirdi, yana cho'ng'iyversa, tugishib ketimiz hozir mushtatida cho'ng kichik o'smir bolalarga changalarni uzatadi, izchilot tashkilot quramiz deb, tayanch tashkilot, izchilot tashkilot qurilmasi to'g'riliq ayrim gap beray sizlarga. Hozir bir madam inkas yozgan emas, men so'zlarimni so'zlab beray. Tamam, o programmamı ayrım buludu. Partiyanın kurulmasını ben mulayız qilib bakay. Ben ögünüp sizlerge köstüp beray dep. Qandaq aşı ayala komitet kurup, ayalani kol uzatıp, ösmür balalarni, qaysi bir farzand özüňle kichikki turup, farzandlarni bir bala vaqtida bir balalygyny yaşasın. Ösmür bolsa ösmürlük hayatını bir normal ösmürlük hayatını yaşasın farzandlarımız. Bilim alsın. O ösmürlerni o partiya a'zosi qilaman, izchilot tashkilot quraman, keyingi avlodlarim izchilot bo'ladi deb boshliqni qilib qolsa,
bak xatarlik ahvolda biz, muajiratdagi Uyg'urlarimiz bak xatarlik ahvolda. Keyingi farzandlarimiz xatar ichida. Turkiyaning qaysi joylarida Xitoyniki qo'li bilan uzatishi bilan hatto bir zahar chekimlikka nim qilish degandek bir ishlar yuz berib ketib boradi. Uningda xatarlik bo'lgani mana hozir Cumhuriyet Partiyasi kelgusi avlodlarimiz, farzandlarimizga qo'l sunadi. Şunlaşqa har qaysi ana til maktablaridagi shu bolalaringlarga diqqat qilinglar. Ko'z quloq bo'linglar. Aralashayotgan odamlarga, o'rganayotgan siyosiy o'rganishlarga, mushundaq ishlarga aralashib qolamdi yo'q, unga diqqat qilinglar. Bugungi programmamda shundaq bir so'zlab yo'q. Bu başlangıç kısmı bo'lsin. Bugun ancha pek uzun so'zlamayman, asosan shu yarim soatda deb o'ylagandim. Mushunchalik so'zlab turay. Keyingi atlik o'xshash vaqtda bo'ladi. Yana asosan tushdan keyin mening ishim bor ekan. Har kuni azazdan ular o'zlari siyosiy o'rganish qilgan bo'lsa, men bu siyosiy o'rganishni YouTube kanalimda qilib davomli sizlarga bir tushuntirishni, sizlarniki tushunchanglar bilan meningki tushunchimni anglab boqqan bo'lsanglar deb mayli partiya a'zosi bo'ling bo'lmang, ogohlantirish muajiratdagi Uyg'urlarimiz, farzandlarimiz hammamiz xatar ichida. Keyingi aniq maydon suhbatlarimda yana davomli bo'ladi. Partiyaniki qurilmasini so'zlab sizlarga tushuntirib beray. Partiyaniki shu butun shu qurilmasining ichidagi har bir ayrim tayanch tashkilot, bu tashkilot, izchil tashkilot degandeklarni ayrim tushuntiray. Uni vatandagi Kommunist partiyasiniki o'zaro nazorat qilish sistemasi shularga qilib turib tushuntiray. Shu birinchi bo'liblam shu partiyaga kirgandagi qasimidan boshlaydi. Qasimidan boshlasak Kommunist partiyasiga kirgandagi qasamnomniki har bir eg'iz gapi bilan Mahu Cumhuriyet partiyasiniki har bir eg'iz gapiga yaxshi diqqat qilib qo'yinglar. Ashundan boshlayman, hammasini birdan boshlayman. Har kuni o'xshash vaqtda. Men boramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mashunchalik bo'lsin, keyingi maydonda ko'rishaylik. Allohga omonat.